Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. Jalaleddin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifeler Tarihi namlı kitabida biz hamda Bag'dodki xilofat vayron bo'lgandan keyin bir qism Abbasilar shahzodalarining Misrga qochib berish asosida Misrda qaytadan Abbasilar jamoatining xilofati qaytadan tiklangan holatda darsni davom etyapmiz. Biz bugungi darsimizda Abbasilarning Misrda tiklangan ikkinchi xalifasi umum Abbasilarga nisbatan ilib etgan vaqtida 39-xalifa Al-Hakim bi Emrillah degan xalifaning hayoti bilan tanishib chiqamiz. Bu odam Hijriya 661-yildan Hijriya 701-yil qadar, ya'ni 40 yil hokimiyat surgan. Bu kishining kunyasi Abul Abbas, ismi Ahmad ibn Abi Ali al-Hasan al-Qubbi al-Ali ibn Abi Bakr ibn Xalifatu Mustarshid billah ibn Mustazhir billah degan bo'ladi. Bu kishining cho'ng bovlardan Mustarshid billah bilan Mustazhir billah xalifa bo'lgan. Demak, bu xalifa sulolasidan bo'lg'achqa bu odam Mustansir o'lib ketgandan keyin Mo'g'ullarning qo'lida o'ltirildi bu odam. Bu odam yana qaytadan xalifa bo'lgan. Bu odam Bag'dodni Mo'g'ullar besib kirgan vaqtida yoshirinib qutulib qolgan. Ondan Bag'doddan chiqib bir qism kishilarningki hamrohligida Husayn ibn Falah degan amirning qishig'i bo'lgan. Bu Bani Xifaja qabilasining amiri. Bu Bani Xifaja degan o'sha Iroqning cho'l jaziralardagi bir Xafaja qabilasining bosh shayxi, amiri bo'ldi. Hamda asosan burunqi hokimiyat shu qabila asosida bekrak tiklangan. Qabilalarning kontrolligida cho'lliklar asosan. Ondan bu odamning qishida Bani Xifaja qabilasida bir mezgil tug'andan keyin arablar bilan Damashqqa o'tkelgan. Masalan, hozir shu Iroqdagi shahid qilingan Saddam Husaynning bir vaziri bor. Nima bir Izzigu deymi? Bu Izzining hozir qadar tutilmasligining sababi nima desa, osh adamning shu sarodagi, cho'llikdagi qabilalari yo'shirib salohiyatini qabila o'z ichida saqlab kelgachga hozir qadar masalan oshkorlanmagan, nurg'un tutish buyruq chiqargan, oshkorlanmagan odamlar ko'p. Iroqning cho'lliklarida yashaydi. Bularni qo'g'daydiganlar o'zining shu qabilasi jon tikib qo'g'daydi birinchidan. Ikkinchidan bularning salohiyatini ajoyib yo'shirdi. Shunashqa bu yerda bir ish chiqarganlarniki bir natija yaratmoqqa nihoyat o'ng'ay, oson. Ondan bu odam Amir İsa ibn Muhanna'nın qishida bir mezgil tutdi. Bu hamda butkul shu Amirul Arab deb nom olgan. Ayni davrda Saljuqlar bilan birlashgan, Saljuqlarning hokimiyatini e'tirof qilgan. Uning keyin Mamlukiylarning hokimiyatini e'tirof qilgan. Bular hamda shu Zoir Beybersinki davrda shu Iroq bilan shu Suriya cho'lligi tom hozir shu Arabistonning Najd tarafgacha bo'lgan rayonlarning cho'llikniki amir bo'ldi. Bular Tay qabilasidan tarixda o'tgan Hatim Tayi degan kishiningki avlodlari bo'ldi. Shu qabiladan bo'ldi-da. Mana bu İsa ibn Muhanna degan ayni vaqtida bu Muhanna qabilasi ajoyib zo'r ta'sir ko'rsatgan. Shunga buni Amirul Arab deb o'ziga bu laqabni berilgan shu davrda. Mushularni qo'liga keltirmasa Arab diyorini qo'liga keltirish ayni davrda mumkin emas. Bular mush karvonlarni qo'g'daydi, hojilarni qo'g'daydi, pul ilib, pul bermish bulaydi masalan. Damashqning valisi Nasir uni ko'rib, shuning bilan uni izlab, mushakkasini deb odam avatib qo'ychilik tuyuqsiz bu yerda Tatarlar Mo'g'ulni bostirib kelgan. Malikul Muzaffar nimeniki Qutuzga bu odam. Qutuz tarix yasal oldiga o'tkilyapti-da. Qutuzninki shu Damashqqa kelishi bilan birga bu amirni izlab Qalich Bag'dodini avatgan. Shundan bu odam bilan bir yerga kelib, bu odamga xilofatga bayat qilgan dastlabda.
xalifa deb e'tirof qilgan. Bu odamning xizmatiga nurg'un arab amirlar xizmatiga tushgan. Xizmatini qilamiz deb. Bu xalifamiz saylandi deb. Bu odam bir xil arab millatchilikimi, vatanparvarlikmi ko'rilyapti ha. Bu hokim bu arab amirlar bilan Ana, Hadisa, Hayt, Ambar qatorliq shaharlarni fath qilgan. Bu shu Suriya, hozirgi Iroqning atrofidagi bir qism muhim shaharlar. Lekin tatarlar bular bilan urush qilib, ularning ustidan g'alaba qilgan. Ondan bu kishiga Alaeddin Taybariz Damashqniki muavin valisi shu vaqtida bu odamga xat yozib odam avatgan deydi. Malik Zahir izdavat. Bu hamda Qutuz o'lgandan keyin Zahir Baybariz podshoh bo'ldi, sulton. Bu odam shuni izlab odam avatganda bu odam Damashqqa shu yili safarida yetib kelgan. Ondan buni sultonga avatib bergan. Alaeddin Taybariz sultonga Misrga avatib berdi. Mustansir Billah Biroq o'lib ketgan Mustansir Billah ma'ni oldiki 3 kun burun Qoiraga burun yetib borg'achqa bu hokim bi amrillah Ahmad vaqti ismi Qoiraga kirishni taz loyiq ko'rmagan. O'zing so'qash turishni taz loyiq ko'rmagan. Ya mushu meni tutib turmagan bo'lsin deb bu ansirashba ondan Halabga qaytib kelgan. Halabga qaytib kelgandan keyin Halabning valisi vadiki yurt cho'nglari bular bu odamga bayat qilib bu odamni xalif saylagan. Jumladan bularning ichida Abdul Halim ibn Taymiya. Bu kishi tarixda o'tgan mashhur salafi Hanbali ulama Ibn Taymiya degan kishiniki dazisi bo'ladi. Bu Abdul Halim ibn Taymiya degan bu Ibn Taymiya oilasi ota-bovlardan tortib katta olim ulama oila bu. Bularniki tege kelib chiqishi Kurd, Arab emas. Bu odam Halabda mushu kishiga xalif saylab bayat qilgan. Nurg'un xaloyiqlarni yig'gan, to'plagan, ondan Ana degan shaharga otlangan. Ana'ningki tarixi bak uzun shahar bu. Ramadiga yaqin joy. Bu shu İslamiyatdan burunqi Ashurula davlati deymiz Iroqniki. Shu vaqt qadar buningki tarixi bordi. Uzun tarixi var bir shahar bu Ana degan. Endi Mustansir Billah xalifa bo'lib, endi buni Damashqdan, Misrdan Sultan Zahir Baybariz nurg'un askarlar bilan Iroq avatgan vaqtida Ana degan yurtda bu o'zinki jamoati bo'lgan bu hokim bi amrillar bilan ikkisi uchiqishdi. Ikkilisi ham bu vaqtida xalifa deb e'lon qilingan paytlarda, lekin hokim bi amrillar darhol bo'ysunib Mustansir Billah'niki taatiga qo'l qo'ydi. Ben xalifalikdan tushay bo'pti o'zlari bo'lsa deb. Amaliyotda huquq Sultan Zahir Baybariz kuchli. Chunki u Damashq, bu Sham diyorlarimi Sultan Zahir Baybarizning. O cho'qimlam Zahir Baybarizninki e'tirofidagi xalifaning bo'ysunishi kirmasa ziyon tortadi bir tarafdan. Hem ixtilof chiqadi, vayronchiliklar bo'ladi, davlat talafotga uchraydi. Mo'g'ullar bir tarafdan bostirib kelayotgan bu paytda biror odam o'zining shaxsiy manfaatidan cho'qim kechish kerak muhim shaxslardan. Darhol Mustansirniki xilofatligini bu odam e'tirof qilib, bu odamga bo'ysungan. Hamda biz mazkur yuqorqi darsda Mustansir Billahning o'ldirilganligini bayon qilib o'tgan to'q Mo'g'ullarning qo'lida urushda hokim hamda hokim bi amrillah darhol Rahba degan yerga bordi. Rahba degan hozir shu Suriyada ko'pincha Alaviylarniki juti hozir. Bu Rahbani hozir Mayadin deb ataydi Suriyada. Hamda ayni vaqtida bu Suriya, Iroq zaminlari asosan bir diyorlar umuman elbetqa vaqtida. Bumi hamda shu Der Zor deydigan yerlar var masalan Suriyaniki. Shu joylarga to'g'ri keladigan bir muhim o'rinlar. Shu yerga berib İsa ibn Muhannaning haliqi bayatinki Amirul Arabniki qishiq keldi bu odam. Kelib bu yerda darhol Zahir Baybariz xat yozdi Misrniki. Bu odam Zahir Baybariz buni Qoiraga kelib, Qoiraga kelishini talab qilgandan keyin
Balisi ve bir türküm cemaatini ergeçtirip bunu adam Kahire'ye bardı. Kahire'de Zahir Beybiris bu adamı naati bek hürmet kılıp bu adamı halife dep beyat kıldı. Uzun müddet şu yerde birge yaşaydı. Demek bu adamın hilafeti 40 neçə yıl davamlaşkan. Zahir Beybiris qal'adagi cho'ng bir katta bir burujga, yani bir sarayga bu adamni tushkun qilgan. Shu yani o'rinni bergan. Qala jamisida necha qitim xutba o'qigan. Zahir Beybiris qalasi Misrdan ait mashhur qala, hozir qadar saqlanib kelgan. Sheyx Qutbuddin degan tarixchi ulamo shundoq deydi. Hicriye 661 yılı Muharrem ayının 8. günü Peyşembe günüde Sultan umumi bir toy kurultay çakırıp hakim bi emrillah çoğun aya alqı ta qalasidiki çoğun ayvan kadar saray kadar tögülen yak ulaq ulan minip badi. Sultan bilen birge aşağıda bir ultu dedi. Nesebini sürüşt kılıp bekitip boğanınız resmi şu Abbasiler cemaatidin dep nesebini sürüşt kılıp bekitip boğanınız dedi. Sultan bu adamın kışığı kelip bu adamga Emirul Mu'minin halifimiz dep bu adamga beyat kıldı, itiraf kıldı. Andın bu halife sultanın kışığı kelip bununla bir kısım yarlıklarını, töhbilerini isip bu adamga amel mensuplarni bekitib berdi. Bu hem de resmiyet işler, ezelden başlardır kadar. Adam bütün halayiq özün derecesi qarab beyat qilishdi. Vezir, vezirden keyin emir, emirden keyin harbiy askar vakiza mush bo'yicha. Ertesi cuma günü bo'lgan vaqtida jumada xutba o'qib, bu xutbada jihad va xilofatning muhimligini eslatib o'tdi. Xilofat hurmatining dafsanda qilingandan iborat bu tarixiy jarayonlarni so'zlab o'tdi. Andın mundaq dedi. Mana mavu sultan, padişah Zahir Beybiris xilaf bizim yardımcılarımız az qolgan paytda, qo'llovchilarimiz yo'q paytlarda xilofatni qaytadan jonlantirib, yordam berib, nusrat berdi. Kafirlarni qo'g'lab chiqadi. Bular nurg'un diyorlarimizni qoniq bo'ygan, buzganlar edi dedi. Xutbuning beshini mundaq boshlagan edi. Elhamdülillahi'llezî aqame li âlil Abbas ruknen ve zehîrâ. Abbasiler ailesiga bir yordamchi, bir tayanchini ata qilgan Allohga hamdlar bo'lsin deb boshlagan. Andan mushu bütün o'zing xilofat chaqiriq da'vatlarini nurg'un shaharlarga yo'llagan. O'zing xalifaligini, andan shu yerlik amirlarga qarta o'zinki yorliqlarini tushirib avatadi. Mushu yilning o'zi, ya'ni 661-yili va undan keyingi yillarda nurg'un tatarlar musulmon bo'lib, eminlik talab qilib kelishdi dedi. Ular davlat tarafdan non, rizq, maosh, nas taqib berildi. Mana bu ularning eng yomonligining bosh manbasi edi dedi. Keyingi bu tatarlar keyin nurg'un huquq tutgan. Balkim bu tatarlar shu Turkiya xalqlar bo'lishi mumkin. Uyg'ur, masalan, Qirg'iz, O'zbek deganga o'xshash. Chunki vaqtida ham Mo'g'ul qo'shini bilan kelgachga bularni Mo'g'ullar deblam Mo'g'ul nom berildi. Ko'pincha Sham diyorida amal tutgan nurg'un Turkiya xalqlar bo'lgan. 662-yili bo'lgan vaqtida ikki qasr oralig'idagi Zahiriya madrasasini qaytadan bekolab, uningga Shafiy mazhabini o'qitishga Taqi ibn Razin degan ulamoni mas'ul qildi. Hadis o'qitishga Sharfuddin Damiyati degan olimni tayinladi. Va bu yilning o'zida, ya'ni Misrda ajoyib ig'ir bir yer tavrash ofati yuz berdi. Hijriya 663-yil bo'lgan vaqtida Andalusdagi musulmonlar sultoni Abu Abdullah ibn Ahmar paranglar ustidan g'alaba qildi. Bu keyin shu G'arnatadan tashlab berib, Andalusni eng oxirida tashlab bergan Abu Abdullah Ahmarningki cho'ng bo'g'lar bo'ldi bu anda. Ularning qo'lidan 32 shaharni yulib oldi.
Cümleden İşbiliye ve Mersiye şehirleri. Bu İşbiliye, Mersiye şehirleri hazır İspanya'nınki en meşhur kat şehirlerinki biri. Hicriye 663 bo'lgan vaqtida Qoyirada necha o'rinda o't ofati yuz berdi. Bu o't ofati yuz bergan o'rinlarda gungurot va o't tutishadigan masalan benzinga o'xshash masalan shundoq bir xil yo'galmalarni o'gizlarda uchirtilgan. Demak bu yerda bir suiqasd bor degan gap. Bu yili Sultan Ashmun dengizni ko'latdi dedi. Ko'lini. Bu yerda o'zi va amirlar birga tang harakat qilib birga ishlashdi. Bu Ashmun hozirgi Misrniki Manufiya shahri. Shu yerda bir ko'l ko'latgan ekan, hamda shu deyishcha. Bu yilning o'zida Tatar, ya'ni Mo'g'ul podshosi Hulaku o'ldi. Uning keyinda buning o'g'li Abg'axon podshoh bo'ldi. Bu yilning o'zida sultonning bolasi Melikus Said 4 yosh vaqtida buni sulton deb e'lon qildi. Buni uloqqa mindirib, podshohlik rasmiyatlar jabujonliqlar bilan buni shu uloqlarga mindirib, Qalatul Jabal degan tog' qalasida aylantirdi. Hatto sulton o'zi shu igani o'zi ko'tardi dedi. Bu oltin iga dedi. Bolasini oldida ko'tarib maqdi. Babis sirdan tortib Babis silsilaga qadar. Bu qal'aning ishlari bo'lsa kerak. Ondan yana qaytlab keldi. Said Qoyiraga o'zi minib chiqdi. Ayni vaqtida Qoyira shahri ayrim shahar. Misr shahri ayrim shahar, ha. Nimishqa degan vaqtida ikki cho'ng shaharlar bo'ldi. Masalan, hozirgi Umar ibn As Mastua taraf bir shahar, hozirgi Qoyira shahrining ichki tarafi u bir shahar. Cho'ng. Amirlar oldida piyoda mangdi. Demak, 4 yoshlik bolani bu odam sulton deb e'lon qilib, buni podshoh qildimdi. Bu yilning o'zida Misr diyorida 4 qozini qaytadan yanglab bekitildi dedi. Her bir mezhepki bir qazi. Şafi mezhepki bir, Hanifi mezhepki bir deganga o'xshash. Bunun sebebi Qazi Tajiddin ibn Bintul Aaz degan adam bir qism nurg'un hukmlarni ijro qilmay turib oldi. Shundan ishlar oqsab yurishmadi davlatda. Shuning bilan Şafi mezhebining bir odamiga yetim yesirlarning mol dunyolari, davlat iqtisodi haqida qarab chiqish haqida bu odamga bir xizmat berildi-da. Bergandan keyin bu ishni Damashqda mashta bejidi. Shu yilning o'zi Ramazon oyida sulton xalifini va uningdan boshqa butun odamlarni xalifa bilan ko'rishishdan chekladi. Hem sultan bilan ko'rishishdan chekladi. Aloqani uzdi. Demak, bu xalifaning huquqi yo'q, qo'choq demakchi bu vaqtlarda. Chunki bu xalifaniki odamlari shaharga chiqib, davlatning ishlari haqida paranglashadigan ahvollarni sulton bilib qoldi. Bu bir xalifa bo'lgandan keyin cho'qim buning huquqi, imtiyozi davlatning hamma yerlariga berib taqishidi. Albatta buning odamlari huquqni texnik kuchaytirish uchun davlat to'g'riliq, siyosat to'g'riliq gap ilib berishi aqalli bir avval. Lekin sulton hamda o'zining huquqininki to'llab ketishidan ansirab xalifani bu yerda cheklab bu odamni texmi bakrak bir qo'choq xalif qilib qo'ydi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'ldi. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.